Komil Ismoilovich Allamjonov 1984-yil 18-sentyabrda Toshkentda mexanik va hamshira oilasida tug'ilgan. Otasi Shokir Qoriyev Ismoil Allamjonovich 1957-yil 9-mayda tug'ilgan. Vaz Ajeda avtoslesar. Onasi Shokir Qoriyeva Gulnora Ashirovna 1961-yil 12-yanvarda tug'ilgan. Toshkent shahridagi 3-son tug'ruqxonada katta hamshira bo'lib ishlaganlar. 2006-yilda Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at va madaniyat institutini televideniya va radio rejissyori mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. 2010-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlab, iqtisodchi mutaxassisligi bo'yicha 2-oliy ma'lumotga ega bo'lgan. Ingliz tili bo'yicha bilimlarini oshirish maqsadida Garvard universitetida o'qigan. 2017-yil 1-dekabr 2018-yil 3-oktyabr O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev matbuot kotibi. 2018-2009 O'zbekiston matbuot va axborot agentligi direktori vazifasini bajaruvchi. 2019-2020 O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi. 2020-yil 30-yanvardan boshlab Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashining raisi. Shuningdek, 2022-yil 26-iyuldan O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari.